Onajon, siz hech nimani o'ylab kirib chiqing. Chiqqaningizda men yoningizda bo'laman. Faqat ona bilan yaxshilab qaranglar. Iltimos sizlardan. Onajon, Onajonimdan esimiz ketdi. assalomu alaykum onajon. Meni kechiring. Operatsiyadan chiqqaningizda yoningizda bo'lolmadim. Hozirgi kerak uchun ishlashim qoldi. Rahmat bolam. Nima qilib bo'lsa ham bu hayotda meni olib qoldinglar. Kecha o'rtog'im internetdan yozibdi. Dori-darmon kerak ekan. Hamma dori-darmonlarni doktoringizga berib qo'ydim. Onam, tuzukmisan? Xavotir olma. Assalomu alaykum onajon. Donor pulini ham anchasini hal qilib qo'ydim. O'rtog'imga hozir pul berib olaman. Mayda shunda oldiga kirib qoladi. Tez kunlarda bag'ri butunlikda ko'rish nasib qilsin. Onajonim o'zimmi? O'rtog'im sizga pul chiqazor. Pulni qo'y. Ikkidan beri o'rtog'im javob yozmaydi. Juda ham sog'indingizmi? Judayam sog'indim bolam. U yaramas o'g'lingiz menga ham javob yozmayapti. Yuring, yuring oldiga olib boraman. Qola mana o'g'lingiz, qola. Onam! Onam! Menga hayot berib, yuragimni yulib olib ketdinglar. Ko'zlarim ketdi. Dardim o'zimni olib ketdinglar. Sizlar roziman deydi, onam ketdinglar. Dildori qiyomatga qoldirib, onam yashashni bu hayotda ketdinglar, bolam. Meni o'zim jon bolam.